Yaqinda reklamada qo'ygan mini laboyimiz 1 tonnalik mini labo. Namangan viloyati Uychi tumaniga chiqib ketyapti. Hammaga buni narxi qiziq bo'lgan. Narxi bor yo'g'i $2200. Borti 2 ga 1.25 bo'ladi. Narx 1 tonna yuk ko'taradi. Bitta zaryadda o'zida 80 km masofa bosib o'tadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bunaqa labolar O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa shuna qilib chiroyli qilib yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin. Akalar hozir yuk mashinalarini ichkarisiga olib kirib oldik. Ichkaridan hozir ko'rsata olmadim. Multirol, elektron tablo, задний вид kamera, skoroslari shaybali. Hozir javob qarab qo'ying deyapti shotirimiz. Yuraverami? Neytralkaga qo'yib qo'ysak, neytralkada turadi. Hozir oldiga chiqib beramiz hozir. Hamma narsasi ishlaydi. Tormoz gaz, avtomat korobka, bemalol salon ichkarisida 2 kishi o'tirsa bo'ladi. Tepada ventilyatsiyalari bor. Ruli juda ham yumshoq, turgan holatida ham bemalol boshqarsalar ham bo'ladi. Xo'p, avtomat korobka aytib o'tganimdek, 6 ta akkumulyatorlik. Akkumulyatorlar 62 ga 32 lik, miya motorlari 2000 miya, 2000 motor. Salonni ichkarisiga bitta baho berasizlar. Kimga shunaqa elektron labo kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Biznes egalari uchun, ro'zg'orini tebratadigan, tirikchilik qilayotganlar uchun eng zo'r, eng aktual ham narx tomondan, ham sifat tomondan zo'r variant. Juda ko'p gapirar ekan lekin Shopir aka. Orqa tomondan ko'rinish